Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xabarlaringiz bor. 2025-yil sarhisobi haqida Telegram rasmiy kanalimda gapirib beraman deb aytgandim. Bu videoni hozir YouTube platformasida ko'rishlaringiz mumkin. Shu sababli hozir yaxshiroq bir joyga o'tirib oling, gaplarimni diqqat bilan eshiting, chunki juda ham kerakli mavzular haqida gapiraman. Ko'pchilik yordam, motivatsiya qanaqadir shunaqa narsalar haqida so'rashadi va hozir meni ko'rayotgan yosh bolalarga ham, o'zim tenglarga ham harakat qilaman maksimal darajada hech bo'lmaganda so'zlar bilan tushuntirib berishga barchasini, aslida hammasi qanday ekanligini. 2025-yil boshlanishi bilanoq oldimga juda ham katta maqsadlar qo'ydim. Chunki insonni yosh o'tib borayotganini his qiladi. Imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish kerak. Chunki insonni yoshi o'tyapti. Yoshi o'tgan sari kuchi ketadi va kuchi ketayotgan sari bu insonni ichida afsuslanish, ranjish, qilolmagan ishlari uchun hayotdan xafa bo'lish bilan umri o'tib ketadi deb o'ylayman. Shu sababli qo'limdan kelgan ishni imkoniyatlarimdan kelib chiqqan holatda maksimal darajada harakat qildim. Oldimga katta maqsadlar qo'ydim. O'ylaymanki 2025-yil ham juda ham yaxshi o'tdi. Albatta qiyinchiliklarga boy o'tdi. Baribir inson faqat bir xil holatda yashashi bu hech qachon bunaqa bo'lmaydi, bo'lmagan ham. Kimdadir yaxshi degani bu nafsidagi umrini oxirigacha yaxshi bo'ladi degani emas, yoki kimdadir hozir yomon degani bu umrini oxirigacha yomon bo'ladi degani emas. Doim inson o'ziga ishonishi kerak. Hech kim ishonmaganda ham inson o'ziga ishonishi kerak. Aynan shunaqa vaziyatlarda insonning xarakteri mujassam bo'ladi. Astamnoy shu katta sahnaga chiqadigan insonni o'zi deb hisoblayman. Agar inson chin dildan o'ziga ishonsa, haqiqatdan ham bor vujudi bilan mehnat qilib, har kuni intilib, Allohdan shu so'rab, duo qilib, ko'proq mehnat qilsa, har tomonlama rivojlansa, men o'ylashim bo'yicha albatta Alloh beradi. Chunki ko'pchilik hozir omad haqida gapiradi. Omad u yo'q narsa deb hisoblayman. Omad kimlarga beriladi? Omad ham bu mehnat qilgan insonlarga beriladi. Shunchaki prosta tak o'tirib, "Voy, men omadim kelmadi" deyish bu qanaqadir xudbinlik yoki shu ko'raman baribir ba'zi paytda kontentlar chiqaraman. Shu kimdirlar yozadi, siz kibrga berilgansiz yoki kimdirlar aytishi mumkinki, shunchaki buni omadi keldi. Yo'q, bu hech qanaqa omad emas. Bu yillar davomida qilingan mehnatlarni, yolg'iz qilingan trenirovkalarni, kontentlarni va oila a'zolarimni olingan duolari deb hisoblayman. Chunki inson hech narsaga shunchaki erishmaydi. Shu sababli inson o'z oldiga maqsad qo'ydimi, maqsadiga erishishi juda ham qiyin bo'ladi. Agar insonlar maqsadiga osonlikcha erishganda shunchaki u narsalarni qadriga yetmagan bo'lardi deb hisoblayman. Agar inson shu qiyinchiliklar bilan borib va oxirida o'zi xohlagan natijaga erishsa, bu qanaqadir inson uchun juda ham qadrli bo'ladi. Inson shu narsani qadriga yetadi deb hisoblayman. Va ko'pchilik insonlar bor, bir xil insonlar o'ziga kerakli natijaga, o'ziga kerakli maqsadlarga erishgandan so'ng ko'pchilik o'zini yo'qotib qo'yadi, insonlar bilan boshqacha muomala qiladi. Shunaqa qisqa qilib aytganda manmanlik deydimi, shunaqa narsani men o'ylashim bo'yicha qilmaslik kerak. Doim bir xil bo'lish kerak. Inson agar qayerdan kelganini unutsa, shu zahotiyoq pastga tushib ketishi hech narsa emas. Shu sababli sizlar aytasizlar, buni qanaqadir omadi keldi, bu qanaqadir kibr yoki boshqa narsa deb aytishlaringiz mumkin. Faqat bu katta gapiradi deb aytishlaringiz mumkin. Yo'q, bu sizlar hech qachon adashtirmanglar bir narsani. Inson
o'ziga ishonch bor va o'ziga ishonch bor va kibr bor. Sizlar shu narsa bilan может adashtirishlaringiz mumkin bu narsani, lekin men hech qachon kibrga berilmaganman. Doim meni hurmat qilgan odamlarni qo'lim ko'ksimda bo'lib hurmat qilganman. Qo'limdan kelgancha insonlarga yaxshilik qilishga harakat qilaman. Endi menda ham yo'q narsani men insonlarga bera olmayman, to'g'risini aytaman. Chunki agar menda bo'lsa, u narsa men insonlarga xatabi yordam berib bilaman. Agar qo'limdan hech narsa kelmasa ham, ozgina bo'lsa ham shu ko'nglini ko'tarib, oddiy shirin gaplar bilan shu harakat qilishiga undaydigan gaplarni aytib, hayotga ozgina bo'lsa ham ishonchini oshirish maqsadida shu gaplarni ayta olaman. Lekin buni ko'pchilik tushunmaydi. 2025-yilda juda ham oldimga qo'ygan maqsadlarimga yaxshi erishdim. Albatta 100% olmaganda, lekin bu barchasi hammasi keladi. Ishonib aytaman, shu narsani ko'pchilik auditoriyani tortib bildim deb bilaman va albatta o'zim tomondagi muxlislarni ham menga bo'lgan ishonchi, ularni oqlashda davom etaman, harakat qilaman. Endi inson baribir ko'proq intilsa, mehnat qilsa, o'ylaymanki shu narsalarga erishadi. Qanaqadir yozib omadi keldi, buni shunchaki kimdir yordam berdi yoki bu faqat gapirishni biladi deb aytishlaringiz bu shunchaki noto'g'ri deb hisoblayman. O'zi ko'p negativ hater odamlarni kuzatmayman, lekin baribir insonni ko'zi tushadi, baribir chiqargan videosini tagida ko'radi, nima yozilgan, nima yozilyapti kommentariyada. Shu narsalarni yozishadi. Lekin aslida unaqa odam emasman. Bu media, bu ko'pchilik mediani tushunmaydi. Chunki bu shou ko'rsatish kerak insonlarga. Shou degani endi bu qanaqadir chiqib masxarabozlik qilish kerak emas. To'g'ri. Lekin joyi keladi, baribir qanaqadir vazifani bajarish kerak bo'ladi-da. Vazifani bajarish kerak bo'ladi. Hech qaysi inson bu hayotda o'ylashim bo'yicha prostoy insonlar emas. Barcha o'zini hayotida hayotni kino deb bo'lsak, qisqa qilib aytganda hayotni kino deb bo'lsak, insonlar barchasi o'z rolini juda ham ajoyib ideal tarzda bajarishmoqda. Aynan shunaqa insonlar kirib kommentariya yozishadi. Hech narsaga erishmagan odamlar kirib kommentariyaga yozishi bu juda ham bir g'alati narsa deb hisoblayman. Shunaqa deb o'ylayman. No mayli, ularga baribir o'zi insof nima qilmasa, insofli bo'lmasa, boshqa hech kim ularga insof yoki boshqa narsani tushuntirishi befoyda. Shu tushuntirgan holatda ham o'ylashim bo'yicha ular tushunishmaydi bu narsani. Men shunaqa deb o'ylayman. Yana gapirib o'tsam, shu maydonda endi futbol taraflama ham gapirib o'tsam, shu 2025-yil boshlanishi bilan aytayapman-ku, juda ham mas'uliyatli yil. Chunki tushunib yetyapman, o'sha qayerdadir xato qilish bu juda ham minuslar olib kelishini ham his qilib, maksimal darajada xato qilmaslikka ham harakat qildim. Baribir aytayapman-ku, xato qilmaslikni iloji yo'q. Xatoni qilish bu xato emas, xatoni takrorlash bu xato hisoblanadi. Shu sababli xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, ko'proq harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak deb hisoblayman. Bo'ldi shunaqa og'ir vaziyatlar bo'ldi, futbol taraflama shu maydonda. Men doim aytganman, qachondir baribir media bu shunaqa narsaki, insonlar gapirishadi, lekin oxirini o'ylamaydi. Shu sababli barchasini og'zim bor ekan deb, Instagramim bor, boshqa narsa bor deb chiqib gapiraverish kerak emas. Chunki qachondir aytilgan gaplar, so'zlar uchun javob berilishi kerak. Va men shu aytilgan barcha so'zlarim, gaplarim uchun javob bera olaman. Javob berib ham kelganman.
Shu sababli o'ylab gapimni qayerda qanaqa gapirish kerak, kim bilan qanaqa muomala qilish kerakligini juda ham yaxshi bilaman. Shunaqa narsalar haqida gapirib o'tamiz hozir. Shu g'olib bo'lishim kerak bo'lgan joyda mag'lub bo'ldim. Juda ham alamli mag'lubiyatlarni boshimdan kechirdim. Endi baribir futbol shunaqa sport, chin dildan xohlaysiz g'alaba qozonishni, o'zingiz xohlagan natijaga erishishni. Baribir bu finallarda xarakter ko'rsatgan jamoa g'alaba qozonadi deb o'ylayman, lekin ba'zida shunchaki sizning harakatingizni o'zi kamlik qiladi. Shu sababli g'olib bo'lish kerak bo'lgan joylarda ham mag'lubiyatga uchrab, shu alamli mag'lubiyatlarga uchrab, maydonni tark etib, shu uyga kelib baribir o'ylab, siqilib, ozgina bo'lsa ham stressga tushib, depressiyaga tushib, nimaga faqat men bilan bunaqa bo'ladi, nimaga faqat bunaqa narsalar sodir bo'ladi. Yo'q, baribir insonni yoshi o'tishi bilan tushunib yetib boraveradi deb hisoblayman. Inson shu qilgan xatolarini, qilgan kamchiliklarini keyinchalik tushunib boradi deb hisoblayman. Xato, mag'lubiyat bu hammasi juda ham tabiiy hol ekan, tabiiy hol. Chunki qanaqadir mag'lubiyatga siqilib, depressiyaga tushib o'tirguncha, muhimi lutchi chem shu depressiyaga tushgancha turib undan ko'ra mashq qilib, qayerda xato qilganini tushunib, o'sha pozitsiyada ishlab, o'sha zaif tomonini kuchaytirgani ko'proq foyda keltirar ekan. Chunki inson stressga tushib, depressiyaga tushib, o'ylab, nima qildim, nimaga men bilan bunaqa narsalar sodir bo'lyapti, hayotdan norozi bo'lib yashab, hech qanaqa foydasi yo'q. Men sizlarga aytyapman, o'zimni boshimdan o'tgan bu narsalar va shu yoshim o'tgani bilan tushunib boryapman, qayerda xato. Muhimi inson o'zidan doim faxrlanishi kerak, xursand bo'lishi kerak. To'g'ri, qilib biladigan ishlaridan maksimal foydalanyaptimi? Shunaqa deb o'ylayman. Men ham ba'zida o'zimdan faxrlanib ketaman, chunki hozir meni yoshimdagilar ko'pchiligi bitta mag'lubiyatdan keyin yoki qanaqadir qiyinchiliklardan keyin ular shunchaki barchasiga qo'l siltab taslim bo'lishyapti. Lekin ular bundan ham qiyin hayotga borayotganini his qilishmayapti. Aslida bu turgan hayoti etapdagi zonasi, pozitsiyasi bu juda ham yaxshi darajaga chiqsa bo'ladi, mehnat qilsa, lekin barchasidan voz kechib, qo'l siltab, shunchaki taslim bo'lib, yana ham hayotini qiyinlashtiryapti, qiyin yo'lga kirib boryapti deb hisoblayman. Va boshqa narsalarni olib o'tsak, chunki men yoshimdagilar hozir ko'pchilik yoshlar ichkilikka berilgan, boshqa narsa, yomon yo'llarga kirib ketishgan, qanaqadir qizlar bilan gaplashish, atmashiniy, shunaqa narsalar. Men bo'lsa o'zimdan ba'zida aytaman, bu hech qanaqa maqtov emas, chunki YouTube bu hamma sizlar uchun. Ba'zida o'zimdan faxrlanaman. Sababi juda ham oddiy, chunki men harakat qilaman oilamni yuzini yerga qaratmaslikka, menda bor imkoniyatlardan maksimal darajada harakatlanishga, foydalanishga albatta, va shunaqa tarbiyam borligidan, oilam shunaqa tarbiya berganidan doim xursandman. Va bunga yarasha ham albatta farzand bo'lish kerak deb hisoblayman. Ko'pchilik yozadi, sen unaqa, sen bunaqa, hech narsaga nima qilmagansan, lekin bunaqasiga olib qarasak agar, aslida ular hech narsaga erishmagan, hayotlarida erishmagan odam, nimadir qilayotgan odamning ustidan tipa kulyapti, hech narsaga motivatsiya qilmagan o'zi. Lekin kirib kommentariy yozadi. Mayli, bu tabiiy hol, bu narsaga uncha ko'p e'tibor bermayman. Prosta shu 2025-yil sarf hisobi bo'lgani uchun umumiy olganda aytib o'tyapman.
va endi esa keling 2025-yil va shu nimasi haqida, shu hozir qiyinchilik ozgina yaxshi bo'lishi va yana pik formada qanaqa bo'layotganini tushuntirib beraman. Content taraflama, media taraflama. 2025-yil shu aytdim-ku, qo'ygan maqsadlarim juda ham katta edi. Shu erishdim, oldimga qo'ygan maqsadlarimga. Instagram platformasida, Telegram platformasida ham o'zim ko'zlagan maqsadga yeta olmagan bo'lsam ham, bu baribir ozgina qanaqadir baribir kuchayish bo'ldi. Bu kechikish, mag'lub bo'lish bu bizning zaifligimizni hech qachon bildirmaydi. Kimdandir orqadaligimiz bu bizni zaifligimizni hech qachon bildirmaydi. Aksincha biz harakat qilib intilayotganimizni bildiradi. Men shunaqa deb hisoblayman. Men uchun konkurent yo'q. Konkurent bu meni o'zim deb hisoblayman. Chunki sababi o'zini yenggan insonni hech kim yenga olmaydi. İnsonga kim dushman? Insonga kim raqib? Kim raqib? Faqat o'zi insonni raqib. Shu gapimni diqqat bilan eshiting. Yana bir marta takrorlayman. Insonni o'ziga dushman, o'ziga raqib bu faqat insonni o'zi. Agar inson o'zini mag'lub inson o'zini ustidan g'olib chiqsa, barchani mag'lub eta olishiga 100% ishonchim komil. Chunki inson shu ishni qilishni xohlamadimi, lekin uni maqsadlari bor, u qilish kerak, majbur. Mana bu narsa insonning ustidan qozonilgan, o'z ustidan qozonilgan g'alaba deb hisoblanadi. Men xohlamayman o'sha narsani qilishni. Lekin men qilishga majburman. Chunki men tushunib yetganman, to'shto baribir bugun qilmasam ham ertaga shuni yillardan keyin qilishga majbur bo'lishimni. Lutchi men hozir shu narsalarni qilib, keyinchalik yaxshi etapda bo'lishim bu juda ham zavqliroq deb hisoblayman. Chem afsuslanib o'tirguncha-da, nima uchun hayot men bilan bunaqa qildi, nima uchun hayot bunaqa deb norozi bo'lishdan ko'ra-da, men shunaqa narsani tanlayman. Content taraflama ham juda ham yaxshi auditoriyaga ega bo'ldim. Instagram platformasida ham juda ham ajoyib prosmotrlar, YouTube platformasida ham shu ajoyib prosmotrlar va albatta Telegramda ham normalniy auditoriya. Chunki men qanaqadir nerealniy narsa qila olmasam ham o'zimning imkoniyatlarimdan kelib chiqqan holatda qilyapman shu ishlarimni. O'ylaymanki juda ham yaxshi natijalar beryapti. Chunki inson qilib bila oladigan ishiga gapirish kerak, qilib bila oladigan ishini ko'rsata olish kerak deb hisoblayman. Ko'pchilik insonlar qila olmaydigan ishlarini ko'rsatishadi, aytishadi, doim ta'kidlashadi, lekin aslida unaqa emas. Aslida unaqa insonlar hech qanaqa ko'rsata bilishmaydi hech narsani. Shu sababli kamroq gapirib, ko'proq ishlashga harakat qilaman o'z ustimda. Keyin siz muvaffaqiyatga erishganingizdan keyin sizni yoningizda men senga ishonardim, men seni bilardim, men seni doim qo'llab-quvvatlaganman deydigan insonlar ham ko'payishi bu tabiiy hol ekan. Chunki bu narsaga yana 2025-yilda yana bir bor amin bo'ldim. Sababi agar siz omadli emas, agar siz muvaffaqiyatga erishgan bo'lsangiz, hamma insonlar oldida sizni ko'rishni xohlaydi. Siz bilan birga bo'lishni xohlaydi. Qanaqadir sizdan maslahat olishni xohlaydi. Siz bilan qanaqadir kontent qilgisi keladi. Siz bilan bir maydonda to'p surgisi keladi. Bu narsalar juda ham tabiiy hol ekan. Shu sababli bu narsalarga yana bir bor aytib o'tganimdek amin bo'ldim 2025-yilda. Bunaqa insonlarga e'tibor bermaslik kerak. Hozir bilmadim, baribir shu ko'pchilik aytib o'tadi, pro futbolda ham, Yevropa darajasida ham bu narsa hozir doim aytib ta'kidlanib o'tadi. Shu baribir hozir ham qiz bolalar yozishi, например, yoki
boshqa narsa, shunaqa narsalarga, отношение, sevgi, munosabatlarga iloji boricha bog'lanib qolmaslik kerakligini ham tushunib yetganman. Chunki qanaqadir etapga chiqib boraverdingizki, bu tabiiy hol. Insonlar yozishi yoki qanaqadir nima bo'lishi bu odatiy holga aylanib qolib boraveradi. Chunki aytyapman-ku, inson agar rivojlangandan keyin, ko'tarilgandan keyin u insonni hamma oldida ko'rishni xohlaydi. Hamma u bilan birgalikda bo'lishni xohlaydi. Hamma u bilan birgalikda vaqt o'tkazishni xohlaydi. Chunki u inson maqsadiga erishgan. Maqsadli inson, maqsadiga erishgan inson. Unda hamma narsa bor. Shu sababli u insonlar shunaqa narsani shu inson bilan bo'lishni xohlashadi. Sababi shu. Bu unaqa gaplar hammasi yolg'on. Men siz sevaman, men sizni qo'yaman. Unaqa gaplar yo'q, hech qanaqa. Shu sababli maksimal darajada shu baribir bizdan kattalar ham bu narsani biladi. Sevgiga tipa gaplashib, unaqa narsalarga berilib ketmaslik kerakligini. Chunki menga nimaga kerak? Men o'zim ham bu narsani tushunib yetganman. Men o'zim ham bilaman, to'g'ri, boshqa narsa bu narsalar yaxshi emasligini, yaxshi narsalarga olib kelmasligini va albatta foydasi ham yo'qligini. Shunchaki prosta vaqt ketadi bu narsaga va bo'ldi, boshqa hech narsa ketmaydi. Hammasi o'z vaqtida keladi. O'zini vaqtida hech qanaqa narsa, hech qanaqa pozitsiya hech qachon vaqtidan oldin kelmaydi. Vaqti keldimi va shu narsa siz bilan sodir bo'ladi. Vaqti keldimi shu inson bilan birgalikda bo'lasiz deb hisoblayman. Hozir kimdir bilan gaplashib nima qilish bu juda ham noto'g'ri. Chunki agar gapirilsa e'tibor u tarafga ketib qoladi. Bu yerda futbol ham, kontent ham tamom bo'ldi. Hech narsaga erishilmaydi. Bo'ldi shu gaplashib tipa vor zakondek bo'lib yurish tamom. Boshqa hech narsa ko'rmadim. Agar ko'rganimda davno kimgadir yozib yoki gaplashib yurgan bo'lardim deb hisoblayman. Shu sababli maqsad birinchi o'rinda, kim nima bo'lishidan qat'iy nazar. Siz yolg'iz qolasiz. Sizga hech kim ishonmaydi. Siz qayta mag'lub bo'lasiz. G'olib bo'lishingiz kerak bo'lgan joyda ham mag'lub bo'lasiz. Haq bo'lgan joyingizda nohaq bo'lib chiqasiz. Insonlar doim sizga negativ fikr bildiradi. İnsanlar sizni hech qachon qo'llab-quvvatlamaydi. Siz to'g'ri bo'lsangiz ham sizni tarafingizni olmay boshqalarning tarafini olishadi. Shu narsalar hayotingizda sodir bo'lgan holatda ham o'zingizni tuta olsangiz, siz aniq o'zingizga kerakli natijaga erisha olasiz. Men 100% bu narsaga ishonchim komil. Bu hali boshlanishi. Men hali bu narsalar boshlanishi hozir ozgina bo'lsa ham O'zbekistonda primerna o'ylaymanki, taxminim bo'yicha yosh auditoriyaga bir yolg'on bo'lmasa agar bir 50% mi, balki bundandir ham pastdir, balki 60%dir. Tanilgan bo'lishi mumkin butun O'zbekistonga 30% mi yoki 60% mi, bilmadim, shu atrofida bo'lsa kerak. Lekin ishonchim komil, bir narsani ishonib ayta olamanki, barchasini o'zgartirib bilishimga 100% ishonaman. Chunki har bir inson, aytyapman-ku, juda ham bor vujudi bilan maqsadiga erishishni xohlasa, intilsa, harakat qilsa, Allohdan so'rab duo qilsa, u albatta maqsadlariga erishadi. Shunchaki prosta xohlashni o'zi kamlik qiladi. Chiqib mehnat qilish kerak, chiqib intilish kerak. Mag'lub bo'lganda ham harakat qilish kerak. İnsanlar sen zaif desa ham harakat qilish kerak. Aynan shunaqa vaziyatlarda insonning xarakteri katta sahnaga chiqadi va shu paytda inson aytib o'tganimdek natijasiga albatta erishadi va albatta rohatini ham ko'radi. Hozir bor narsalarimni, qachondir orzu qilganimni esimdan chiqarmayman. Kim o'ylagandi bundan bir 4-5 yil oldin hozir shunaqa natijaga erishishimni?
hozir bugungi kunda Allohga behisob shukr, o'zimda muxlislarim bor, kichkina bo'lsa ham muxlislarim bor, menga ishonch bildiradigan muhimi oilam bor, ishonch bildiradigan yaqinlarim bor. Maydonda va maydondan tashqarida men o'ylashim bo'yicha shularni o'zi menga kifoya. Kimdir bilan qanaqadir gapirib, vaqt o'tkazib yoki boshqa bir taslim bo'lib, boshqa davlatga ketib, borib nima qilish, bu narsalar meni mentalitetimga to'g'ri kelmaydi. Agar o'sha men bu narsalarni ko'p ko'rganman, ko'p bilaman. Shu sababli maksimal, har bitta so'zimda maksimal. Chunki imkoniyatlar yosh o'tgan sari kamayib boraveradi. Yosh o'tgan sari kamayib boraverishining sababi sizni kuchingiz ketadi. Kuchingiz ketgandan keyin siz hech narsa qila olmaysiz. Shu kuch bormi? Hozir maksimalni tempda ishlash kerak. Maksimalni tempda ishlash kerak. Shu 2025-yil qisman olganda, umumiy olganda juda ham yaxshi o'tdi. Umuman norozichilik, nolish unaqa narsalar yo'q. Mag'lub bo'ldim, lekin hech qachon taslim bo'lmadim. Mag'lub bo'lgan bo'lishim mumkin, lekin hech qachon taslim bo'lmadim. Mag'lubiyat bu bir kunlik narsa bu. Umrbod emas. Bitta mag'lubiyat, ikkita mag'lubiyat, mayli 10 ta mag'lubiyat. U hech narsani anglatmaydi. Mayli 1 yil mag'lubiyat, 2 yil mag'lubiyat. Lekin albatta siz qachondir o'zingiz xohlagan natijaga erishasiz. Natijasiga kimlar erishadi? Zero maqsadi yo'lida taslim bo'lmasdan mehnat qilgan insonlargina erishadi. Shu sababli inson doim harakat qilish kerak deb hisoblayman. Umumiy olganda 2025-yil juda ham yaxshi. 2025-yil o'z yakuniga yetmoqda. Endi esa navbatni 2026-yilga nasib bo'lsa qaratib, bundan ham ko'proq natijalarga erishish va ishonib ayta olamanki bir narsani, butun O'zbekiston nomimni taniydi. Cristiano Ronaldo 7 raqamini va o'zini nomini qanday dunyoga tanitgan bo'lsa, men ham 28 raqamini hozir emasdir balkim 1 yil, balkim 2 yil, lekin men bu narsani albatta 100% ishonib ayta olamanki, bu narsani albatta qila olaman. Professional yo'nalishda barcha sonlardan katta, hatto birinchi raqam ham zo'r bo'lmasligini isbotlagan, 7 raqamligini isbotlagan Cristiano Ronaldo shu prof yo'nalishda 7 raqami tarixiy zo'r raqamligini isbotlaydi va men ham albatta o'zimni nomimni 28 raqamini media futbolda tarixida qoldirishga va'da beraman. Bu raqamni insonlar kiyishni orzu qiladi va o'ylaymanki vaqtlar o'tib oradan shu inson shu raqamda to'p surgan, shu inson shu raqam bilan harakat qilgan deb eslashadi. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki o'zi bunday olib qarasak, nimaga 28 raqamini tanlaganimni sababini ko'pchilik so'rashadi, ko'pchilik bilishmaydi ham. 28 raqamini asosiy sababi bu Cristiano Ronaldoning birinchi raqami bu 28 bo'lgan. Nimaga siz aytishingiz mumkin, u 9 da o'ynagan, 7 raqamida o'ynagan. Nimaga 9 emas, nimaga aynan 28 deb aytishingiz mumkin. 28 ni asl sababi bu shu boshidagi etapda shu raqamda bo'lgan. Cristiano Ronaldo shu etapdan Manchester Unitedga o'tib, Sportingda shu 28-raqamda to'p surib, harakat qilib, boshidagi karyerasini boshlab davom ettirgan. Ya'ni bu intilib harakat qilgani uchun baribir endi men kumirim Cristiano Ronaldo, shu sababli 28 raqamini tanlaganman va menda ham o'zi boshlang'ich pozitsiya albatta o'rtasiga ham kelyapti va ishonib ayta olaman. Men 100% ishonib ayta olaman. Shu narsani eslab qoling. 28 raqami va
familiyam, nomim butun dunyoda shu media futbol tarixida esda qolarli tarixiy raqam bo'ladi va albatta nom familiyam ham. Men bu narsani 100% ishonib ayta olaman. Insonlar aytyapman-ku 28 raqamini kiyib harakat qilishni orzu qilishadi. Chunki professional yo'nalishda 7 raqami insonlar uchun orzu bo'lsa, professionallar uchun orzu bo'lsa, media futbol taraflama bu 28 insonlar uchun orzu bo'ladi. Va'da beraman, shu narsani 100% amalga oshiraman. Sizlar prosta kuzatishda davom etinglar. Haterlar, takji sizlar ham kuzatinglar, tamom, prosta tak kuzatinglar. Chunki masalani hammalaringizni bilaman, kimlar qiyin paytlarda ketgan, qiyin paytlarda tashab ketgan, hammasi pod kontrolu, hammasi inobatga olingan. Shunchaki kuzatinglar. Hech qanaqa hate qilasizlar bu narsani, вообще-то farqi yo'q. U narsani. Mayli, baribir kuzatish sizlarga xos, biz sizlar uchun harakat qilamiz. Haterlar ham baribir bu auditoriya, boshqa narsa. Qo'llab-quvvatlayotgan insonlarga doim o'z minnatdorchiligimni bildirib kelganman. Hozir ham bildiraman va bundan keyin ham shunaqa bo'lib qoladi. Qo'llab-quvvatlayotgan insonlardan juda ham minnatdorman. Sizlar samimiy insonsizlar. Sizlar qo'lingizdan kelgancha qo'llab-quvvatlab, kommentariyada yozib, efirda ham baribir kirib o'tiraman, boshqa chiroyli, yaxshi gaplarni insonni harakatga undashga majbur qiladigan gaplarni intilishga, например, xarakteri bo'lmagan insonni ham, nasreniyasi bo'lmagan insonni ham, nimaga men bilan bunaqa narsalar sodir bo'lyapti degan insonni ham sizlarni yozadigan gapingiz hayotga qiziqishi bo'lgan darajasini ko'taradi, orttiradi demoqchiman. Shu sababli 2025-yil juda ham yaxshi o'tdi, shunaqa deb hisoblayman. Yana nimalar haqida gapirsam bo'ladi? Yana shu boshqa hech qanaqa gap yo'q deb o'ylayman. Shu qo'llab-quvvatlayotganlarga barchasidan minnatdorman. Juda ham yaxshi auditoriya, barchasi juda ham ideal darajada. Albatta, keyin qiz bolalar ham xafa bo'lib qolmanglar. Chunki men hech kimni xafa qilishni xohlamayman. Zaprosda ham ko'raman. Nafaqat qiz bolalar, balki o'g'il bolalar ham juda ham ko'p. Zaprosda ham ko'raman, lekin uzr, hammaga ham javob bera olmayman. Chunki inson teparoqga, yuqori darajaga ko'tarilib boraverdiki, bu hech qanaqa kibr emas. Chunki bizga ham qanaqa tushuntirsam, zapret, ya'ni taqiqlangan narsalar bor. Biz bu narsalarga qarshi chiqa olmaymiz. Biz bu narsalarni qila olmaymiz. Professional yo'nalishda albatta taqiqlar bor va bizda ham media futbolda ham shunaqa taqiqlar bor. Chunki to'g'ri kelgan odamdan ochib zaprosda gapira olmayman, to'g'ri kelgan odam bilan to'g'ri nima qilib muloqot qila olmayman. Chunki barchasi o'z me'yorida bo'lishi kerak. Insonlarga haddan tashqari yaqinlik, hozir sizlarga shu narsani ham ochib o'taman. Insonlarga haddan tashqari yaqinlik bu o'ziga qanaqadir do'st yoki qanaqadir nima deb hisoblaydi. Yo'q, unaqa bo'lmasligi kerak. Albatta, do'st boshqa narsa, bunaqa narsa juda ham yaxshi. Lekin haddan ziyod yaqinlik bu qanaqadir isrofgarchilikni, qanaqadir hurmatsizliklarga olib kelishi bu tabiiy hol. Shu sababli masofa saqlash bu juda ham yaxshi. Shu sababli mendan xafa bo'lmanglar. Men hech kimni xafa qilishni xohlamayman. Albatta, ko'ryapman Instagramdan shu kanal ochasizlar, yuritasizlar, mana haqimda to'shdim. Mani nima haqida Instagramim как fan page qilib yuritasizlar, ko'ryapman hammasini. Rahmat, minnatdorman sizlardan. Lekin ba'zi bir aytib o'tganimdek taqiqlar bor. Shu sababli biz u taqiqlarni buzib o'zimizni aytganimizni qila olmaymiz. Chunki bu narsa hozir aytib o'tganimdek
to'g'ri kelmaydi. Shu sababli barcha narsada me'yor bo'lgani yaxshi. E'tiborda ham, hurmat izzatda ham, albatta yaqinlikda ham. Shunaqa deb o'ylayman. 2025-yil ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Juda ham sanoqli kunlar qolmoqda. 2026-yilga juda ham yaqin turibmiz. O'ylaymanki, hammani o'z oldiga qo'ygan maqsadi bor. Albatta sizlar ham erishinglar, intilinglar, harakat qilinglar, hech qachon taslim bo'lmanglar. Aytgan gaplarimni diqqat bilan eshitinglar. Bu videorolikni hozir agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, prosta siz uchun respekt. Men buni prям чисто искренне aytyapman, chunki qanaqadir nima emas, shuncha 35 minutmi, shuncha yarim soatdan ortiq video rolik bo'lyapti. Hozir YouTube platformasida shuni joylayman. Shu yergacha ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlarga albatta rahmat, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Lekin gaplarimni hech qachon eslaringizdan chiqarmanglar. Hech qachon taslim bo'lmanglar. Meni ko'rayotgan yosh bolalar ko'p maslahat so'raysizlar. Shu sababli hozir sizlarga shu narsalarni aytib o'tyapman. Hech qachon taslim bo'lmanglar. Kim nima deyishidan qat'iy nazar ularni eshitmanglar. Muhimi sizlar bitta maqsad qo'yganmisizlar. Shu maqsad qo'yildimi? Maqsadga intilish kerak. Tamom, bo'ldi. Bu hech kimni eshitib u nima deyapti, bu nima deyapti, buni fikri qanaqa ekan men haqimda, unaqa narsalar kerak emas. Insonlar hech qachon sizdan rozi bo'lishmaydi. Rozi bo'lishmaydi. Yaxshilik qilsangiz ham, yomonlik qilsangiz ham. Yomonlik qilsangiz bu yomon inson, yaxshilik qilsangiz bu kibr yoki boshqa narsaga chiqarib qo'yishadi sizni. Shunaqa. Shu sababli hech kimning gap so'zlariga e'tibor bermasdan, bor e'tibor diqqatingizni, fokusni maqsadingizga qarating va albatta siz ham yaxshi natijalarga erishasiz deb hisoblayman. Agar mendan qanaqadir maslahat, yordam kerak bo'layotgan bo'lsa, marhamat kommentariyada yozishingiz mumkin. Albatta barchaga javob beraman. Instagramda ham hozir bu YouTube platformasida ko'rayotganlarni ham o'ylaymanki baribir Instagramlari bor. Agar Instagramdan ham qanaqa savollaringiz bo'lsa, Telegram kanaliga ham ko'rishingiz mumkin. Barcha kommentariyada yozishingiz mumkin. Savollaringizga javob beraman. Qanaqadir maslahat kerak bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam berishga ham harakat qilaman. Menda shu, hozircha shu. Kuzatishda davom eting. Barchangizga rahmat.